Assalomu alaykum barchaga do'stlar, e'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali va men boshlovchingiz Sarvarbek. Do'stlar, hozirgina juda ham yaxshi suratda o'tgan va juda ham yaxshi o'ynagan o'yinimiz yakunlandi. Kolumbiya O'zbekiston uchrashuvi 3-1 hisobida yutqazib qo'ydik. Ming afsuski. Do'stlar, o'yinni ko'rdim. Juda ham zo'r o'ynadik, juda ham yaxshi o'ynadik, yaxshi boshladik, yaxshi davom ettirdik, hujumlar qildik, golli vaziyatlar yaratdik. Lekin ming afsuski yakunda 3-1 hisobda yutqazib qo'ydik. O'sha ikkinchi goldan keyin hammasi boshlandi, ya'ni Eldor Shomurodovning xatosidan ular foydalanib ketishdi va gol o'tkazib yubordik. O'yinda do'stlar, Kolumbiya bilan o'ynasak bo'lardi. Bemalol 1-1 qilsak yoki bo'lmasam g'alabaga ham erishsak bo'lardi. Vaziyatlar ham yaratib oldik. Kerak bo'lsa teppa-teng o'ynadik. Ming afsuski, xato bizni oyog'imizga yana bolta uryapti. Xatolar tufayli yutqazib qo'ydik. Birinchi o'yinimiz endi oson bo'lmaydi. 23-iyun kuni O'zbekiston vaqti bilan 10:00 da Portugaliyaga qarshi o'ynaymiz. Umid qilamizki, mana shu o'yinda nimadir qila olamiz, lekin juda ham qiyin bo'ladi. Bugungidan ham qiyinroq bo'ladi. Bugun biz bemalol durangga erishsak bo'lardi. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Eldor Shomurodov yaxshi futbolchi. Romada o'ynaydimi, Bashakshehirda o'ynaydimi, juda ham zo'r o'ynaydi. Gollar uradi, jamoasiga yordam beradi. Nimaga endi O'zbekistonga kelganda yordam bera olmay qoladi? Nimaga shunaqa ekan, ha? Men shu narsaga tushunmayman. O'zbekiston milliy terma jamoasiga kelganda bugun ham ko'rdinglar, to'g'ri yaxshi o'ynadi, lekin zo'r o'ynagani yo'q. Vaziyatlar bo'ldi, foydalana olmadi. Ikkinchi golda 100% Eldorning xatosi. Markazda to'pni yo'q joydan oldirib qo'ydi va yakunda gol o'tkazib yubordik. Bitta narsani so'rayman, faqat so'kmasdan fikrlarini yozib qoldiringlar. O'zbekiston milliy terma jamoasining eng katta muammosi hujum va hujumdagi eng katta muammomiz Eldor Shomurodovmi? Eldor Shomurodovning o'rnini kim bosa oladi? Eldor Shomurodovni olib tashlasak masalan, uni o'rnida kim o'ynay oladi? Mana shu haqida kommentariyalarni yozib qoldiringlar do'stlar. Xudo xolasa biz 400 mingta bo'ldik. Mana ko'rib turibsizlar, inshaalloh 400 mingta bo'ldik. Allohga ming shukr, Allohning yordami bilan 400 mingta bo'ldik. Sizlarni sababchi qildi va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Undan tashqari Telegram kanalimizda mana shu uchun o'yin uchrashuvini jonli efir qildik. Jonli efir juda ham ko'plab insonlar tomosha qildi. 23-iyunda bo'ladigan o'yin Portugaliyaga qarshi o'ynaymiz. Undan tashqari undan oldin bo'ladigan o'yinlarni bizni Telegram kanalimiz orqali tomosha qilsanglar bo'ladi. Jonli efir manzili degan yozuv bo'ladi. Shu yozuvning yonida pastda ko'k yozuv bo'ladi. Ko'k yozuvning ustiga bosib Telegram kanalimiz orqali jonli efir tomosha qilsanglar bo'ladi. Videoga like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang. Futbol vaqtida qoling va futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Xayr, salomat bo'ling.